Öydeki eli qızılçıgilamni uyga apara olayımki deyman. Bo'lmasa öydeki narsalarni hammasi boshqalarni olib ketmasin. 9-qism. Dadimizni o'ylab qo'yaylik. Bo'ldi qilgan dada. Endi unda gaplarni qilib yurma. Qancha qilganing bilanmi akam unda gaplarni endi anglamaydi. Sen inim özünü asırgan, dadamdan hatırcan bolup men ba. Sen mu öylünüp bir öy kirgen bolsan dadamla bir baksan bulattı. Lekin sen öyde yalğız, onun üstüge yıraqta xizmet kılıvatsa. Bundaq ahvalatı da sana mu bek japa olup kaldı. Sen hatırcan men yögen. Eğer bir iş bulup kalsa men sana uçur kılma. Maqul aka, kepani anglayma. Sen nima desan shu? Dada yenge sizlarimiz onlarni asranglar. Maqul akamiz men may. Maqul edemem siz onu asra. Maqul aka. Qani sen de baqqına xutun. Bu işni hem de qanda qılğılıq. Dadam yana öy kitimen deb g'alva qilg'ildi. Aldın xatim öy kitimen deb turgan vaqtda bir muncha gaplarni qilib, aran tez qayil qilgandim. Endi bu qatim o'z gapida chiq turibdi. Ya bo'lmasa dadam boshqa inalaringizga kira tursa qanday bo'lar? Ularning gapini bir qilmag'ana xutun. Senmi ko'rib turibsan mana, biz 4 o'g'il bir qiz. Kichik inim varisining tutqoqlik kesili bor. Uning ustiga kallasi toza normal emas. Onundan dadamga japa kelsa keladi-ki, hergiz vafo kelmaydi. Cho'ng inim Paratni o'zingmi bilsa xutun. Jahondan xiyoli yuriydi. Uyda nimishlar bo'ldi, hech ish bilan kar yo'q. Dadam Paratning uyga borib qolsa, aniqki dadam kunning sariqini ko'rmaydi. Singlim qadriga kelsak, umu kuyimsiz chiqdi. Dadamga ancha-muncha eg'izli kuyingini bilan amalda ko'rsatilmaydi. Hey. Uyda faqat o'tiranchi inim Arpatla dadamga bakra kuyinadi. Gerçi o dadamni uyga olib ketib baqay degani bilan u texi bo'ytoq. Uning ustiga u hozir yiroqda xizmat qilyapti. Hey. Endi qanday qilsak bo'lar? Ahvol mushundoq tursa, dadam uyga ketaman degan bilan barisi yana osh choyga bordi. Lekin cho'ng'ayda kim bor deysa? Cho'ng uyga borsa, "Ov inim degan marazni yana bir ish chiqarmaydi" degili bo'lamdi. Aşı marazning dastidan osh tomoq itib, dadamning holidan xabar olayotgan oila xizmatkor adimizmi uyga sig'madi. Bu mal'un tas qapti bu adimizning jannog'ili. Hozir uyda oila xizmatkor yo'q. Dadam osh tomoqda qiynalib qoldi. Undaq bo'lsa, dadamni o'ylab qo'yaylik. To'g'ri? Bu deganim to'g'ri xotin. Nimandaq dadamni o'ylab qo'yishni burunroq o'ylamagan bo'lg'aydiq. Agar dadamning qashida kuyimchan onamizdan birisi bo'lgan bo'lsa, bizmi dadamning xotirjam bo'lgan bo'lardik. Men buni burunli o'ylagan, lekin hozirgacha og'zimdan chiqara olmagandim. Hozir dadamning ahvoli yaxshi emas. Shun salomatligi asliga kelgandan keyin o'ylasak bo'ldi. Bumu bagap xotin. Amsa hozir qanday qilamiz? Dadam uyga qaytib ketaman deb chiq turibsa. Amsa mundaq qilaylik. Bu qatim dadamning rayog'iga boqaylik. Qaytib ketmay desa, qaytib ketsin. Lekin shu cho'ngiga bizim bildi boraylik. Bo'yda tursaqmi turamiz. Shu balni bildi ilib, dadamning yanında turaylik. Shundoq qilsak, dadamning holidan eng yaxshi xabar ola olamiz.
Dadamның salomatlik ahvoli asliga kelganda, ondan o'ylab qo'ydik ishni qilaylik.